Broneplyonkaning qanchalik mustahkam deb so'rashadi. Kilila birgalikda realniy test o'tkazamiz. Faqat qo'shni mashinaga rozi bo'lsalar bo'ldi. Azal bu mashina o'zimizniki, bemalol ko'rishlar mumkin. Realniy joylaricha qilib olib tashlaymiz. Plyonkani ko'chiramiz. O'zimiz broneplyonkamız poliuretan bo'ladi. Uni yopishtirib olamiz. Uni yopishtirishda havolarga e'tibor bermadik. Joylari bo'lib ketdi. Birinchi o'rinda mana shu hamma ham tosh bilan sinab ko'ramiz. Mana haqiqiysi. Yaqinroq olib kelasiz kadrga. Imkon bo'lsa detalni chiqsa yaxshi. Mana qilganlari hammasi. Mana tosh bilan mana qirib ko'rdik. Endi pinset bormi? Pinset bormi? Вот это поворот! Ikkinchi. Mana chiziqlari ham ko'rinyapti deb o'ylayman. Menimcha shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi ko'chirib ko'ramiz. Bismillah. Mana ko'rib turganlaringdek, plyonka shu qirilib, chochilib ketgan. Mana orqamda ko'rsataman. Mashinani o'rnini ko'ringlar. Umuman ichiga o'tmagan, tiniq holatda turibdi. O'sha plyonkamiz haqiqiy poliuretan broneplyonka. Telefonda endi qo'ldan baland joydan tushib ketsa, zashta qiladi deb aytolmayman, lekin mana shunaqa qirilishni ancha oldini oladi. Bemalol kelib, ko'rib o'zlaringizdan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Birortaga uzdirib ko'raylikmi? Nice.